Alaykum hammaga birinchidan rahmat, menga duo qilib, meni qo'llab-quvvatlab yozayotganlarga. Men abdominoplastika liposatsiya qildirganman 3-mart kuni. Shu bilan 25 kundan buyon men yotdim. Menda nekroz bo'lib qolgan, operatsiyamni ertasi kuni qora o'sha dog'ni ko'rdim. Bu nima desam, gematoma bu qon talashib qolgan, ketadi deyishdi. Shu bilan 25 kun shuni ketishini xohlab, keyin 25 kundan xavotir olib, boshqa doktorlarga jo'natsam, bu nekroz srochni qarating deb bir emas 5-6 ta abdominoplastika boshqa vrachlar menga aytdi. Keyin men bularga aytib, janjal qilganimdan keyin mana 5 kun bo'ldi, men apparatni qo'yishdi. Qora joyini olib tashlaylar dedim. Qora joyimni olib tashalgan mana hozir 5-kun olingan. Qo'lni qorin ochilib yotibdi, yog'i bilan mana shu apparat gubka qilib qo'yilgan. O'lib ketasizlar bu yoqda.